ishqorili. Xeybov atirti Zerekchaqonning qimmatli kitobini izlash safarda davomliq sharqqa qarab ketyotadi. Cho'cho bilan yo'g'on eg'izning mag'lubiyatga uchrab duch keladiganini. Cho'cho, yo'g'on eg'iz. Xeybov atirti nemishqa hozirni sharqqa qarab ilgirlayverdi. Ikki yarmas ablag buni men hozirni tushundirish. Hammasi bu kalva qushdan kasabdi. Agar u xatolashmagan bo'lsa, Xeybov atirtidagilar allabirun tugashgan bo'ladi. Bir kun ichida uni ko'zimda yo'qqa. Men kutgan kun oxiri keldi. U kalva qush, sen ketansan yoki ketmamsan? Boshliq bu. Harakatni askar, bu degan shohimning buyrug'i. Siz rostla meni ketkizib o'tamsiz. Yana bir ig'iz gapiradigan bo'lsa, men mana buning bilan seni yo'lga sep qo'yman. Boshliq, men ketdim. Aman bo'ling. Boshliq beni tashlab o'tdi. Nima degan chiroyli qora bu? Boshliq bu meni izlab kelmadi. Siz meni sig'inmasangiz, men bu sizni sig'inmayman. Meni izlamasangiz bo'pti. Bu tushimdagi Aral ekan. Aral, ben geldim. Geldim. Hazırdan başlap beni bozakladigan boshni unutib ketaman. Aral yazık lagri. Acaba bu benim tushimdagi Aralmidi? Lekin bu yerga qanday kiraman? Kirish bileti. Arasıla kirish bileti ekan. Tangrim menga madad berayapti. Men shunda arzu qiladigan yozuq lagerning kirish bileti. Elaqay ish baqar meni mushundaq kiyinasanda turadi. Ajab xishil bo'lyapti men u. Qandaq yaxshi darsi bakin, men ko'rib baqaychi. Voy, mening bo'ynim. Ko'pchilikning tush arli yazliq lagerga qatnashganligini qarshi olamiz. Tövende men yazlık lagerinin oyun qoidasini e'lon qilaman. Bu ovozdagi tanish anlamdi. Bu eliqi men bildim. Bu ablah boshliqning pulini aldab elib olgan edi. Uni qanday beraman ketini? Bo'ldilar. Boshliq meni tashlayotgan tursa, uning ishi bilan mening nima ko'rim?
bu qitimliq yazlık lagerda eng alqışqa erishgan odam nafislikda tangdoshsiz bo'lgan bir xil xantajiga erishidi. Hammadan bak alqışqa erishgan odam bo'lsangiz bo'lsa, 3 tal yurakka erishishingiz kerak. Faqat samimiy bo'lsangizlar, yurakka erisha olasiz. Xantaji nima degani yuqori sharaf bu. Köpçülükten hemisi yürek yarıştı o. Ay can. Acaba korkup gittim. Bu ilgi kepsiz kaldı o. Benim ilgili onun bozaklarını başıma bile kasıp bakmaydı. Bu ilgi kıvırılmış ki o. Qaraganda uning kezi xili yig'ir ekan. Yo'g'on ig'iz, sening doriydigan vaqting bo'ldi. Oy, oy. Oy, dorniydi. Sen bu ilgi bozuk doktorunun eğer köpçülük benim şunca köp zırakacaklarının bozaklığını bilse kantajını alamazsın mümkün. Hay. Bugün köpçülükte sarın yeri olanda ben şükür atmaydı kandı ben. Aytıştım o. Dargada bilik mi külüp gitti. Bu xil hissiyat pek yaxşı iken. Tashabbuskorlik bilan salom qilganing uchun bir tal yurak mukofot berildi. Bunu bana verdiniz mi? Yo'g'on ig'izga bir tal yurak berildi. Benim yüreğim bağ oldu. Ben bu köpsülük bilen okşaş bolalıdım. İkinci yürek kalıp alga. Ben tirey, ehlet tirey, xantajığı erişsemle bir konservası yerleymen. Tashabbuskorlik bilan aqlab taganligim uchun yana bir tal yurak mukofot berildi. Yo'g'on ig'izga hozir 2 tal yurak mukofot berildi. İki tal oldu. Nişanlı yetişince yeni bir kademi kaldı. Şunca asılla 2 tal yürek yarıştım. Ben şuna hem akıllık hem umak yoğan yığızda yürekli nerede tapamam. Taptım. Xantacı bana mensup olacağım oldu. Mükemmel planı yürütüldü. İşsiz gölenge. Bu evlak demiş ki hiç gelmeydi onda.
Gördünüzmü? Ben bu lagerdeki en işcan adam. Üçüncü yürekni bana verin, ha? Hı? Bana neymiş var? Bundan nezarda karaysınız. Hı? Adil hem haqqani bo'lish uchun men seni ogohlantiraman. Samimiy bo'lmaganliging uchun erishgan 2 tal yurakni qaytarib olgandan sen yana 1 tal yurakka qarzdor bo'lding. Shunga sening hozirgi natijang minus 1 yurak. Men seni ogohlantirib qo'yay. Agar yana mushunda ahvol ko'rsa, sen bu lagerda mengili qo'llab chiqasan. Neymiş ki bunda koludu?